Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarim, qaranglar, shunaqangi zo'r kачественный jenferlarimiz va mana shalavarchalarimiz, ishtonlarimiz yigitlarimiz uchun qizlarjonlar podraskoyiki 10-12 yoshgacha bemalol keladi. Faqat buni o'zim duvoka qildim. Qizlarjonlar mana bemalol sizlar ham shunaqa qilib olsanglar bo'ladi. Bu faqat kapshonkali, eng kichkina razmeri 5-6 yoshdan 12 yoshgacha bo'ladi. Qizlar sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Qaranglar, shimlarni qaranglar, nachosligini qaranglar. Ichlari mana mexli qizlarjonlar. Original jenferi вообще zo'r qizlar, udar jenferlar. Kачествosiga gap bo'lishi mumkin emas. Kiloda sizlar uchun, meni obunachilarim uchun shimlarini 100 ming so'mdan kiloga qilib beraman. Qizlarjonlar suv tekin chiqadi. Endi qaranglar, mana bu jenferimizni qaranglar, qizlar, вообще zo'r. Novogodniga issiqqina jenferlar kimga kerak, yigitlar? Kelib qolamiz. Buni razmerlari qizlarjonlar 10 yoshdan 15 yoshgacha bemalol keladi. Endi buni shimini qaranglar. Shimi вообще zo'r. Shimi qizlarjonlar kilot fasonda. Вообще zo'r. Buni ham o'zim duvoka qildim qizlarjonlar. Sizlar uchun buni narxini ham 100 ming so'mdan qilib beraman shimlarini qizlarjonlar. Вообще zo'r, qaranglar. Bir-biriga shunaqangi mos turibdi. Endi buni qaranglar, qizlar, bir-biriga mos duvoka. Mana oxirgisi qizlarjonlar, shuni qaranglar, rasta ham chiroyli. Sevdim qizlarjonlar, qaranglar. Bir-biriga uyg'un turibdi. Mana kачестволар rasta zo'r, angorka jenferchalari, shimlarini ichi qizlar, nachos, mana qaranglar, modniy variant yigitlarimiz uchun mana qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Qizlar buni mazza qilib olish kerak. 100 ming so'mdan kim beradi sizlarga shimni shunaqangi kачественный? Tezlashamiz. Bizda bilasizlar, tezda tugab qoladi.